mamlakatimizda bo'layotgan bunyodkorlik ishlari bizning mahallamizda ham boshlanib davom etyapti. Juda katta o'zgarishlar bo'lyapti, qurilishlar, yo'llarimiz chiroyli obod bo'lyapti. Yangi simyog'ochlar o'rnatilib, xalqimizga yengillik berish maqsadida mamlakatimiz rahbarining, prezidentimizning qarorlari asosida katta ishlarni amalga oshirishga boshladik. Xudo xolasa bu ishlar xalqimizga juda ko'p yillar xizmat qiladi. Mamlakatimiz obod bir go'shalardan biri bo'lib qolishiga ishonamiz. Bundan biz juda minnatdormiz. Xalqimiz bundan juda minnatdor prezidentimizdan, xalqimiz rahbarlarimizdan, viloyat rahbarlaridan, rayonimiz rahbarlarining sa'y-harakatlari bilan mana shu ishlar amalga oshirilyapti. Davlatimizda katta mablag' ajratib, bizning mamlakatimizni, qishloqimizni, mahallamizni obod qilish uchun obod mahalla degan dasturga kiritilib, katta ishlar amalga oshirilmoqda. Biz bundan juda ham minnatdormiz.